وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Bugungi darsimiz Tavhid kitobidan taqdirni inkor qiluvchilar haqida kelgan bob bilan davom ettiramiz. Muallif rahimahulloh aytadilarki: Babu ma jaa fi munkiril qadar. Taqdirni inkor qiluvchilar haqida kelgan bob. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. Abu ma jaa fi munkiril qadar. Taqdirni inkor qiluvchilar haqida kelgan bob, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning taqdirini inkor qiluvchilar haqida kelgan va'id haqida. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning taqdirini inkor qiluvchilar, ular to'g'risida shariatda yomonlangan va ularni Alloh subhanahu va taologa nisbatan qilgan e'tiqodlarida bir zalolat va adashishlik borligini bayonlanadi. Asl qadar, bizni tilimizda qadar deyishadi va taqdir deyiladi va qazo va qadar deyiladi. Taqdir bu asl Alloh subhanahu va taoloning ilmi bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning ilmi bo'lib hisoblanadi. Sababi taqdirning hammasi Allohning ilmini ustiga qurilgan. Shuning uchun biz taqdir degan vaqtimizda Allohning ilmini esga olishimiz kerak bo'ladi. Va kimki taqdirga qarshi bo'ladigan bo'lsa, u Allohning ilmiga qarshi bo'lgan bo'ladi.
Shuning uchun ahlus sunna val jamoat aimmalari qadariylarni ilm bobida nizo qilinglar. Agar ular ilmni inkor qilishsa, ya'ni Allohning ilmini inkor qilishsa kofir bo'lishadi. Allohning ilmini isbot qilishadigan bo'lsa, yengilishadi. Ya'ni o'zlar yetib turgan aslda yengilib qolishadi. Shuning uchun asl taqdir Allohning ilmi u. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan taqdirni yaratishligidan oldin ana shu taqdirda kelajakda nima narsalar bo'lishligini bilgan. Shuning uchun ilm, Allohning ilmi taqdir masalasidagi rukunlarining birinchi rukni bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun taqdirda biz bilishligimiz kerakki, taqdirning 4 ta rukni bor. Va uning har biri taqdirda asos bo'lib hisoblanadi. Mana shu taqdirdagi rukunlarni biz agar yaxshi tushunib oladigan bo'lsak, taqdirning asosi nimaligini bilamiz. Shularning birinchisi tepada aytganimizdek ilmulloh. Alloh subhanahu va taoloning taqdiri u asl ilmi ustiga qurilgan ekanligini iymon keltiramiz. Sababi Alloh subhanahu va taolo har bir narsani biluvchi. Alloh subhanahu va taolo o'zi aytadiki: Alam ta'lam anna Alloha ya'lamu ma fis samai wal ard. Alloh subhanahu va taolo osmon va yerdagi narsani bilishligini bilmaysizmi deydi. Ya'ni so'zsiz Alloh subhanahu va taolo butun hamma narsani biladi. Va ikkinchi rukni u kitoba, ya'ni Alloh subhanahu va taolo kelajakda nima narsa bo'lishligini, kufr, iymon, yaxshilik, yomonlik, Nuh alayhissalatu vassalom bo'lishligi va u kishining qavmi eng birinchi kufrni boshlashligi va undan keyin payg'ambarlarni bo'lishligi va Muhammad alayhissalatu vassalomning oxirgi payg'ambar bo'lishligi va u kishining qavmida qanaqa bir yaxshi yomonliklar bo'lishligi va qiyomatgacha nima narsa bo'ladigan bo'lsa hamma narsani ana shu tepada aytilgan ilm ustida o'shanga muvofiq yozilgan. Alloh subhanahu va taolo qalamni yaratgan vaqtda Imom Muslim rahimahulloh chiqargan hadisda kelajakda keladi. Unga yozgin degan, shunda qalam uni yozgan, kelajakda nima bo'lishligini hammasi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgan. Bu yozuv yengil narsa emas, balki bu Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari xabar berganlaridek Alloh subhanahu va taolo osmonlar va yerni yaratishligidan 50,000 yil oldin taqdirni yozib qo'ygan. Qalamga yozgin degan Alloh, shunda qalam Alloh aytganini yozgan. U taqdir tepada aytilgandek Allohning ilmini ustiga barpo bo'lgan. Mana shu taqdirning 2 rukni Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyin sahobiylarning vaqtida chiqqan qadariylar inkor qilgan rukunlari. Kelajakda o'qiydigan Ibn Umar radhiyallohu anhuning hadislarida kelgan qadariylar mana shu 2 rukunni inkor qilishgan.
Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablari va u kishilardan keyingi aimmalar bularni kofir deyishgan. Undan keyingi rukni ana shu tepada ilmga muvofiq yozilgan taqdirni Alloh subhanahu va taoloni xohlashligi. Alloh subhanahu va taoloni xohlashligi. Alloh subhanahu va taolo xohlaydi. Arab tilida uni mashi'a deyiladi. Mana shu taqdirda nima yozilgan bo'ladigan bo'lsa, Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi. Imom Shofiy rahimahulloh aytganlaridek, ma shi'ta kana va illam asha va ma shi'tu illam tasha lam yakun. Ya'ni ey Rabbim Alloh, sen xohlaganing men xohlamasam ham bo'ladi. Ammo meni xohlagan narsam sen xohlamasang bo'lmaydi deb Alloh subhanahu va taologa nido qiladi. Ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Allohni xohlagani bo'ladi, xohlamagani bo'lmaydi. Va Alloh subhanahu va taolo xohlaydi, bo'ladi. Xohlamasa bo'lmaydi. Va yaf'alullohu ma yasha. Alloh o'zi xohlaganini qiladi. Va ana shu o'zi xohlagan narsasini Alloh subhanahu va taolo yaratadi. Va ana shu yaratgan narsalarini ichiga bandalarning qilgan amallari ham kiradi. Alloh aytadiki, va xalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratib, uni taqdirlab qo'ygan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, vallohu xaliqu kulla soni'in va san'atah. Alloh subhanahu va taolo har bir ish qiluvchini ham, uni qilgan ishini ham Alloh yaratuvchi. Mana shu ikki rukunda Mu'tazilalar va ularga ergashganlar adashishgan. Alloh subhanahu va taolo yomonlikni ham xohlaydimi, xohlamaydimi? Alloh yomonlikni yaratadimi, yaratmaydimi? Balki ular aytishadiki, yomonlikni Alloh yaratmaydi deyishadi. Va xohlamaydi deyishadi. Ular Alloh subhanahu va taoloni xohlaydigan narsasi ikkiga bo'linishligini tasavvur qilib o'shani shariatda kelgan dalillarni ajratib bilishmagan. Alloh subhanahu va taoloda bir narsani xohlashligi ikkiga bo'linadi. Iroda kauniyya va iroda shar'iyya deb aytiladi. Iroda kauniyya tepada aytilgan bir mashiaga muvofiq bo'ladi. U bo'lishligi aniq. Olamda taqdir qilingan narsa bo'lishligi aniq. Falonchini tug'ilishligi va o'lishligi va u musulmon bo'lib qoladimi, kofir bo'lib o'ladimi, buni hammasi cheklab qo'yilgan bor narsa u. Bu kavniy iroda deb aytiladi. Bu mashiaga muvofiq. Shar'iy iroda bor, u mahabbaga to'g'ri keladi. Shar'iy iroda bor, u mahabba, ya'ni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan narsaga to'g'ri keladi. U shar'iy iroda bo'lishligi ham mumkin va bo'lmasligi ham mumkin. U qanaqa bo'ladi desa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo bandalariga iymon egasi bo'lishligini yaxshi ko'radi. Lekin bu bo'lishligi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun ochiq bir misol keltiradigan bo'lsak, Abu Lahabni
kofir bo'lib o'lishligida shar'iy, kavniy iroda bor, shar'iy iroda yo'q. Abu Bakr radhiyallohu anhuni iymonda bo'lishliklari unda kavniy iroda ham bor, shar'iy iroda ham bor. Sababi Alloh subhanahu va taolo Abu Bakrni iymonda bo'lishligini kavnan xohlagan va shar'an ham bo'ldi. Abu Lahabni kavnan kofir bo'lishligini bilgan, qalam yozgan shuni. O'zini ixtiyori bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishligini ham xohlagan o'zi. Kim? Abu Lahab. Va mana shunday bo'lishligini Alloh bilib uni yozgan va ana shunga u qudrat bergan va u yaratildi, bo'ldi va bu kavniy iroda Allohning irodasi bilan bo'ldi, lekin unda shar'iy iroda yo'q. Unda shar'iy iroda yo'q, sabab Alloh subhanahu va taolo kufrni xohlamaydi va kufrga rozi bo'lmaydi. Ya'ni yomon ko'radi degan ma'noda. Yaxshi ko'rmaydi. Mana shu bobda Mu'tazilalar adashgan. Shuning uchun biz taqdir bobida mana shu asllarni bilishligimiz kerak bo'ladi. Endi tepadagi Ibn Umar radhiyallohu anhuni hadislarini keltirganlar. Bu hadisni asli boshida qissasi bor. Hadisi boshida qissasi bor. Hadis Sahih Muslimda Yahya ibn Ya'mur rahimahulloh aytadilarki, Basrada, hozirgi Iroqdagi Basrada eng birinchi qadar masalasida gapirgan odam Ma'badul Juhani bo'lgan edi. Shunda men Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari bilan haj yoki umra niyat qilib yo'lga chiqdik va aytdikki, o'zimizcha biz Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablaridan birortasidan yo'liqsak-ku va shu kishilardan mana shu taqdir masalasida so'rasak deyishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo bizga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni masjidga kirib kelgan holatlarida yo'liqtirdi dedi. Shunda men bilan birodarim Ibn Umarni yonlaridan olib shunda so'radik dedilar. Shunda Yahya ibn Ya'mur so'raylar. Faqultu Aba Abdurrahman, kunyalari bu Ibn Umar. Innahu qad zahara qibalana unasun yaqra'una al-Qur'ana va yataqaffaruna al-ilm. Bizni taraflarimizda shunaqa bir odamlar chiqishdiki, ular Qur'onni o'qishadi va ilmni ham talab qilishadi. Lekin yaz'umuna alla qadar, taqdir yo'q deb aytishadi. Wal amru unuf, ish butun hayotdagi ishlar o'zidan o'zi bo'lib ketaveradi. Faqala fa idza laqita ulaik. Ibn Umar shunda aytdilarki, o'sha sen aytib turgan odamlarga yo'liqadigan bo'lsang, fa akhbirhum anni minhum bari va annahum minni bura'a. Ularga xabar berginki, men ulardan pokman va ular mendan pok. Ya'ni mendan ular mendan emas, men ulardan emasman. Wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Men Allohga qasam etamanki, shularning birlari Uhud tog'iday bo'lgan tog'dagi bir oltin bo'ladigan bo'lsa, ana shu oltinni Alloh yo'lida infoq qiladigan bo'lsa, o'sha infoqlari, sadaqalari taqdirga iymon keltirganlaricha ana shu infoqlari qabul bo'lmaydi dedilar. Keyin bu muallif rahimahulloh aytgan hadislarini uzun hadisni aytdilar. Jibril alayhissalatu vassalamning hadislari, shuni oxirida mal iman deb Jibril Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan akhbirni anil iman deb so'raganlarida qala an tu'mina billah, iymon deganimiz u Allohga iymon keltirishingiz va farishtalarga va kitoblarga va payg'ambarlarga va qiyomat kuniga va taqdirni yaxshi yomonligini hammasi Allohdan ekanligiga iymon keltirishligingiz dedilar. Demak, taqdirga iymon keltirish bu yerda
iymonni 6-asosiy rukni bo'lib hisoblandi. Usiz odam iymonda bo'lmaydi. Mana shu Ibn Umar radhiyallohu anhu bilan Yahya ibn Ya'mur va Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahumullohlardan bo'lgan mana shu qissada bir necha foydalar bor. Shularning biri Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashoblarini atrofida bo'lgan kishilar har kimdan ilm olishmagan. Balki ular o'zlarida bo'lgan ishkollarni va kelishmovchiliklarni yechishlik uchun va haq ilmni talab qilishlik uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashoblarini tanlashadigan bo'lgan. Shulardan bo'lib ilm o'rganishadigan bo'lgan. Va shuningdek Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablari ham o'zlarini fikrlaridan javob bermasdan ular odamlarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari va vahiyga bog'lashadigan bo'lgan. Va yana shu foydalarning biri mana shu qadariylardan bo'lgan ba'zi bir yaxshi ko'rinishdagi bo'lgan sifatlar. Qibalana unasun yaqra'unal Qur'ana va yataqaffarunal ilm. Qur'onni o'qishadi va ilm o'rganishadi. Ularning Qur'on o'qishliklari va ilm o'rganishlari ularga maqtov bo'lgani yo'q. Ibn Umar radhiyallohu anhu mashaalloh modomiki ilm o'qib yurishgan bo'lsa, demak yaxshiliklari bor ekan deb aytmadilar. U bo'ladigan bid'at kelgandan keyin ulardan bo'lgan yaxshi sifatlarga qaralmaydi. Ba'zi bir toifalarga o'xshab bir bid'atchini yomonlagan vaqtda faqat yomonligini aytmaylar. Uni yaxshiligi ham bor-ku. U ilm o'qiydi, da'vat qiladi, shuncha odamlarni iymonga keltirdi yoki masalan Alloh yo'lida jihad qilyapti-yu degandek har xil gaplarni gapirishadi. Mana bu o'rinda Ibn Umar radhiyallohu anhu ga mana shu narsalar zikr qilingan vaqtda Ibn Umar radhiyallohu anhu bularning bunaqa yaxshi sifatlarini umuman e'tiborga olganlari yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan mashi holat, mashi o'rinni o'zida boshqa bir foyda borki, ular mana shu ilmni talab qilib turishgan vaqtda qadariylar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablari ahli ilm, haq ahli ilmlardan talab qilishmagan. Balki o'zlarini orasidan chiqqan ba'zi birlardan ilm talab qilishgan. Agar ular haqiqatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ashablari va u kishilarga yaqin bo'lgan ilm egalari tobiinlardan ilm talab qilishgan vaqtda ular mana shu taqdirga qarshi bo'lgan kufrni o'rgatishgan bo'lmasdi. Balki ular iymon, tavhidni, sunnatni o'rganishgan bo'lardi. Lekin ular o'zlarini oralaridan chiqqan ba'zi bir nodonlar yoki ilmparas o'zlaricha ilm o'qiyotgan ba'zi bir ashxoslarni o'zlariga ilm egalari qilib olishgandan keyin ular Qur'on o'qishadi, ilm talab qilishadi, lekin Qur'on o'qigan Qur'onlari ham, o'rgangan ilmlari ham o'zlariga qarshi hujjat bo'ladi. Ularni hech qanaqa bir maqtovga sazovor qilmaydi bu ishlar. Balki o'sha o'zlari o'qigan ilmlari o'zlarini adashishliklariga sabab bo'lib bordi oxirida. Shuning uchun Ibn Umar radhiyallohu anhu ularni hech qanaqa bir yaxshilik fazilatlari bilan zikr qilganlari yo'q. Balki ularga borib aytingki yo'liqtirsangiz, Ibn Umar ulardan pok va ular Ibn Umardan pok dedilar. Va ular modomiki taqdirga iymon keltirishmas ekan, ularni amallari qabul bo'lmaydi degandek mana shunday bir vaidni aytdilar. Shuning uchun ahli sunna val jamoat mazhabi Qur'on va sunnat dalolat qilgan
va muhojirlar va ansorlar va ularga ergashgan aimmalarning e'tiqodi, u Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratuvchisi va Rabbisi va egasi va har bitta narsani o'zlarini ham, amallarini ham hammasini yaratuvchisi va Alloh subhanahu va taoloni xohlagani bo'ladi va xohlamagani bo'lmaydi. Va mana shu vujudda Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Balki Alloh subhanahu va taolo mana shu vujuddagi butun bor narsalarni o'zi taqdir qilgan va bilgan va uni Lavhul Mahfuzda qalamga buyurilishligi bilan yozgan va mana shu yozilgan narsa Alloh xohlagandan keyin bo'ladi va uni Alloh o'zi yaratadi. Undan keyingi hadisda aytadilarki, va an Ubadah ibn Samit وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu o'zlarini bolalariga vasiyat qildilar. Bu vasiyatni o'zlarini o'g'illari Valid ibn Ubada talab qilganlar. Ubadat ibn Samit kasal bo'lib to'shakda yotganlarida o'g'illari kelib: "Ey ota, menga vasiyat qiling, yaxshi gapirlaringizdan menga gapirib qoling" deganlarida, shunda Ubada radhiyallohu anhu mana shu vasiyatni o'g'illariga aytdilarki: "Ya bunay, ey o'g'ilginam, innaka lan tajida ta'mal iman. San annama asabaka lam yakun liyukhtiyak. Sanga kelib turgan narsa sandan o'tib ketmasligiga va sanga kelmaydigan narsa hech qachon kelishligiga kelmasligiga iymon keltirmaganingcha va shuni bilmaganingcha iymonning mazasini bilmaysan. Ya'ni annama asabaka, sanga kelib turgan narsa lam yakun liyukhtiyak. Sandan ketib boshqa birovga borishligi mumkin emas. Va ma axtaaka, sanga kelmagan narsa hech qachon kelmasligiga ham iymon keltirishing kerak. Masalan, dunyoda bu masalada rizq masalasida odamlar juda ko'p kuyinib o'kinishadi. Va rizqni talashishadi mana shu bobda. Falonchi meni rizqimni oldi, nonimni bo'lay qildi, bir butun nonimni yarim qildi degandek gaplarni ko'p gapirishadi. Xosatan savdogarlar. Mashilar bilib olishlik kerakki, annama asabaka lam yakun liyukhtiyak. Sanga yozilgan kelishligi kerak bo'lgan narsa lam yakun liyukhtiyak. Bilib olginki, sendan o'tib boshqa birovga bormaydi. Va annama axtaaka, sanga kelmaydigan narsa yozilgan, sanga kelmaydi, sanga o'ylamagin sen keladi deb. Lam yakun liyusibak, sanga kelmaydi u narsa. Lekin u degani Alloh xohlagani bo'larkan yotavergin degani emas. Balki sanga kelmay qolsa kuyinib yurmagin. Alloh yozmagan ekan desanga. Lekin kelishligidan oldin sen bilmaysan kimga keladi, kimga kelmaydi. Sen harakatingni qilavergin. Nima yaxshilik, nima yomonligini odam bilmaydi. Demak, u bilmagandan keyin Alloh yaxshilik yo'lini ko'rsatgan o'shani qilgin, yomonlik yo'lini ko'rsatgan undan qaytgin, saqlangin va Allohga tavakkal qilishlik bilan Allohdan taqdirli yaxshiligini so'ragin. Shuncha harakat va ehtiyotkorlik bilan birga seni xohlaganing bo'lsa, alhamdulillah, demak uni xohlagan ekan Alloh. Seni xohlaganing bo'lmay qolsa, bilginki, demak Alloh shuni xohlamagan ekan. Unga odam achchiqlanish kerak emas. Annama mashnaqa iymon darajasiga bormasa, deyaptilar, innaka lan tajida ta'mal iman. Iymonni mazasini topmaysan dedilar.
Bu juda bir ulug' darajadagi. Odam rohatlanib yashaydi hayoti dunyoda. O'shaning uchun Abu Hazim Salamat ibn Dinor rahimahullohdan so'raladi. Sizda nima molingiz bor deb? Dunyoyingiz demoqchiladi. Shunda meni ikkita molim bor. Birinchisi Allohga suyanishligim. Ikkinchisi tavakkul demoqchilar. Ikkinchisi odamlarning qo'lidagi narsadan behojat bo'lishlik. Voy, meni mamlaqa qilib qo'ydi, u narsamni olib qo'ydi, men olishim kerak edi, meni urib ketdi degandek narsa yo'q. Mana bu narsa berarmikin u menga, falonchiga yetmasdan menga yetib qolarmikin? Unaqa narsalarni o'ylamaganlar. Shunda u kishiga aytishdiki, siz nima shunda kambag'allikdan qo'rqmaysizmi deganlarda yo'q dedilar. Meni egam, ya'ni Robbil alamin. Meni egam dinlar osmonni egasi va yerni egasi va osmonlar va yerni orasidagi narsalarni egasi va yerni tagidagi narsalarni hammasini egasi meni egam bo'lib tursa, keyin men qanaqib kambag'allikdan qo'rqaman? Oddiy bir ko'chadagi yosh yigit bo'ladigan bo'lsa, agar otasi milliarder bo'ladigan bo'lsa, o'sha bola hech xayoliga kelmaydi, men kambag'allikdan qo'rqmaydi. Sabab otasi boyvachcha. Million pullari bor. U otasiga suyanadi, lekin iymon egasi otasiga suyanmaydi u. Ana shu otasiga rizq beruvchi bo'lgan Robbil alamin bor, shunga suyanadi. Qanaqa otasiga suyangan odamdagi bir johillik iymon egasida yo'qmi shunda? Yo'q. Balki undan afzal bo'lishlik kerak. Falonchi otasiga yoki o'zini davoliga suyansa, sen yengilmaydigan va yaxshiligi bitmaydigan va saxiy bo'lgan va bandalariga yomonlikni xohlamaydigan, osmonlar va yer mulk egasi bo'lgan Robbil alaminga suyanishliging kerak bo'ladi iymon egasi. Shunda haqiqatda odam iymonning mazasini biladi. Shunda Ubada radhiyallohu anhu aytadilarki, sami'tu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul, inna awwala ma xalaqallohul qalam, qalamni yaratganda unga aytdiki, uktub, yozgin dedi Alloh subhanahu va taolo. Shunda maza aktub, ey Rabbim, nimani yozaman deganida, qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Qiyomat kuniga bo'lgungacha butun taqdirni hammasini yozgin. Shunda aytdilarki, ya bunayya, ey o'g'ilcham, sami'tu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqul, aytganlarini eshitdimki, man mata ala g'ayri hadha falaysa minni. Mana shu e'tiqoddan boshqa bir e'tiqodda o'ladigan bo'lsa, kimki falaysa minni, u mendan emas dedilar. Bu juda va'id, xatarlik. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ummati bo'lishlikka haqli bo'lmay qoladi unda, Alloh saqlasin. Ummatul ijoba to'ban. Imom Ahmadning rivoyatlarida inna awwala ma xalaqallohul qalam, qalamni yaratganda qala lahu kutub fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'in ila yawmil qiyamah. Shu vaqtda qiyomatgacha bo'ladigan narsani hammasi o'sha yerda qoyim bo'lib yozilgan. Va fi rivoyat ibn Wahb, hadis tepadagi hadis bir rivoyati Imom Ahmadda ekan, anu tepadagi Ubodaning hadislari Abu Dovudda. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Kimki taqdirni yaxshiligi yomonligi hammasi Allohdan ekanligiga iymon keltirmasa, Alloh uni do'zaxda kuydiradi. Do'zaxda kuydirishligi yo kufrligi sababli bo'ladi, yoki bid'ati sababli bo'ladi. Kufri sababli bo'ladigan bo'lsa, tepadagi Allohning ilmini va Allohni yozgan ekanligini inkor qilsa, bu kofir bo'ladi. Sabab bunda Qur'on oyatlarining ochiq dalillari bor. Yoki bid'ati uchun, bid'ati bundan keyingi Alloh subhanahu va taoloning mashiasi va xalqi masalalarida xilof qilishlikni ahli sunna va jamoat birdan kofir deyishmagan, ularni bid'at egalari deyishgan. Va bid'at egasi katta gunoh egasidan ko'ra xatarliroq. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ahraqahullohu bin nar. Uni Alloh
do'zaxda kuydiradi. Va fil musnadi va sunani an ibn Daylami Abdullah ibn Fayruz rahimahullohdan musnadda kelgan asarda aytadilarki, qala ataytu Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ga keldim va aytdimki u kishiga, fi nafsi shay'un min al-qadar, mani ko'nglimda bir taqdir masalasida bir narsa bor, ya'ni xotirjam emas ko'ngillari. Fahaddithni bi shay'in la'alla Alloh azza va jalla yuzhibuhu min qalbi, menga bir hadis aytingki shu sababli Alloh o'sha ko'nglimdagi bo'lgan narsani ketkizsin dedilar. Shunda faqala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabirahu Allohu minka hatta tu'mina bil qadar. Uhudga o'xshagan tog'dek bir oltin bo'ladigan bo'lsa, o'shani Alloh subhanahu va taolo yo'lida infoq qilsang agar, taqdirga iymon keltirganingcha o'sha infoqing qabul bo'lmaydi. Va ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak va ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Tepadagi narsa. Va la mutta ala ghayri hada lakunta min ahli an-nar. Va mana shu yomon e'tiqodda o'ladigan bo'lsang, do'zax egalaridan bo'lasan dedilar. Qala fa ataytu Abdullah ibn Mas'ud va Huzayfa ibn al-Yaman va Zayd ibn Thabit fa kulluhum haddathani bimithli dhalika 'an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Man dinlar Abdullah ibn Daylami rahimahulloh, Abdullah ibn Fayruz bu tobiinlardan. U kishi aytadilarki, shunda Abdullah ibn Mas'udga bordim. Keyin so'rab, shunda Huzayfa ibn Yamonga ham bordim. Zayd ibn Sobitga ham bordim. Ularni hammalari Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan tepada Ubay ibn Ka'b aytgan hadislarini aytib berdilar dedilar. Bu dalolat qiladiki, tepadagi foyda tobiinlar Nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablaridan ilm olishgan. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablari tobiinlarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga bog'lashgan. Va ular shunda haq ilm bilan haq e'tiqodni qabul qilib, shunga amalda bo'lib, odamlarni mana shu haqiqatga chaqirishgan. Shuning uchun bu e'tiqod juda xatarlik, hattoki ko'ngil taqdirdan xotirjam bo'lmaguncha odamning iymoni mazalik bo'lmaydi. Odam xotirjam bu dunyoda qilgan amallarida ham bir xotirjamlik topmaydi. Shuning uchun har bitta iymon egasi taqdir masalasiga kelgan vaqtda Alloh subhanahu va taoloni taqdiriga iymon keltirib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam va ashablari o'rgatishgandek iymonda bo'ladigan bo'lsa, shunda bi'idnillah azza va jalla o'sha tepadagi aytilgan kufr yoki bid'at xillaridan salomat bo'ladi. Vallohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.